Xazinem Tortil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. Bir yosh yigit turmaga kirish oldida turibdi. Sotchi uni bolaligidan beri yaxshi taniydi va dangliq yozuvchi bo'lgan dadasini nihoyat obdan biladi. Dadangni aslayolmaysan? deb so'radi sotchi. Nihoyat yaxshi aslayolmayman deb javob berdi yigit. Turmaga kirish oldida turibsan. Yozuvchi dadang haqida nimalar bakrak esingda qoldi? So'zlab boqamsan, dedi sotchi. Yosh yigit birdan turib o'tgandan keyin maslahat so'rash uchun yeniga kirganimda yozayotgan kitobidan beshini ko'tarib menga bir qarab o'tgandan keyin men nihoyat oldirash keyin paranglashayli deydi. Uning yanida og'aynisidek hamroh bo'lib o'ltiray paranglashay desam, "Mam, chiq o'g'lim, ma'u kitobni bitirib o'tmasam bo'lmaydi", deydi. Hurmatli sotchi, balkim siz uni dangliq yozuvchi sifatida aslay olishingiz mumkin. Biroq men uni yo'qotib qo'ygan bir do'stim sifatida aslayman xolos. Uningdan keyin sotchi o'ziga pichirladi. Afsus, kitobni yozib tugatibdi, biroq o'g'lini yo'qotib qo'yibdi.